Balu keldi. Ol o'rta. 5 ta seni tushirib bo'lganingizdan keyin menga telefon qiling, o'rtoqlarim bilar edim. Chalg'iga yutkazadi, lekin aytib qo'yay. Bo'pti. Xo'p. Voy. Iya, qolmabdi-yu. Oling, boshini oling, bosh bo'lib yurasiz. Chalg'ish kerak emas edi, og'ayni. Men boshini yemayman-da. Ol shirin bo'ladi. Yo'q-e? Hey, nima bo'ldi? Badriddin. Tinchlikmi? Sizlar bemalol yeb turinglar. Men hozir. Hey. Bitta baliqga xafa bo'ldimmi hozir? Yeb turur xos kelaman. Hey. Voy, shunda ovqatni, ya? Hey. Menga qara o'rta. Bitta baliqqa xafa bo'lsanmi? Hozir boshqasini ettirib olamiz o'rta. Qo'ysang-chi. Baliq emas o'rtoq. A unda nimaga? Bolaligimda otam uyga baliq olib kelardilar. Hammamiz talashib, tortishib yurdik. Oxirida bitta boshqa olib ketardi baliqni. Otam o'shanda baliqni eng shirin joyi boshi bo'ladi degandilar. Otam bizni aldagan ekanlar. Baliqni boshida go'sht bo'lmas ekan, o'rtoq. Jasorat nima bilasanmi? O'z nafsini tiyib farzandini to'ydirgan otadir. Otalar shunaqa bo'ladi.